Shofirkonning markazi. Mana bu o'sha bitta bog'i bor ekan. Mana shu joy markaz ekan Shofirkonda. Bunisi boshqa tumanga chiqib ketadigan joy. Svetofordan mana 50 metr narida mana yangi zdaniya bor ekan. Hali tomlari ham yopilib, to'liq bitmagan ekan, lekin foydalanishga olsa bo'ladigan holatda ekan. 100 kvadrat atrofida podvali bilan joyning egasi telefonni olmayapti. Auksionda yutib olgan ekan bu ham. Eski egasidan chiqib ketib, yangi odam olgan ekan. O'sha ikkita do'kon, keng joy ekan. Podvallari ham bor ekan. O'zi hammasi bo'sh ekan bitta. Bitta dona mana bitta yagona darcha ishlayapti ekan. Bu alohida ekan, bu odam turgan joy. Bu ikkita katta bitta do'kon ekan, katta. O'rtasi ochiq. Bu do'konni alohida bitta kichkina do'koncha ekan, chekkada bir nonvoyxona bor ekan.